Jahon miqyosida raqobat tobora kuchayib borayotgan hozirgi sharoitda faqat yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulot ishlab chiqaradigan davlatlargina dunyo bozorida o'z o'rniga ega bo'lmoqda. Shuning uchun iqtisodiyotning barcha sohalarida yuqori samaradorlikka erishish kelgusida islohotlarimizning bosh mezoni bo'lishi shart. Bu O'zbekiston yetakchisining 2026-yil uchun taraqqiyot ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan murojaatnomasidan iqtibos. Mamlakat iqtisodiyotini texnologik va innovatsion o'sish modeliga o'tkazish borasidagi mazkur kompleks tashabbus keyingi yillarda yurtimizda yaratilgan qulay biznes muhiti, demografik o'sish ko'rsatkichlari va inson kapitaliga berilayotgan e'tiborning uzviy davomi bo'lib, O'zbekistonni investorlar uchun eng jozibador mamlakatlardan biriga aylantirdi. Mana yorqin bir misol. Jizzax viloyatida yaqingacha qishloq xo'jaligi mahsulotlari ishlab chiqarishni driver soha sifatida ko'rib kelgan Do'stlik tumani Prezident Shavkat Mirziyoyev boshlab bergan iqtisodiy islohotlar yaratilgan qulay sarmoya muhiti natijasida jadal sur'atda sanoatlashdi. Turkiyalik ishbilarmonlar sarmoyasi hisobiga trikotaj mahsulotlari uchun ikki yoqlama tugma va boshqa aksessuarlarning yiliga o'rta hisobda 1,5 milliard donasini ishlab chiqaradigan korxona faoliyati fikrimiz tasdig'i. Türkiye ve Özbekistan devletleri arasındaki ticaret. Hozirgi kunda Turkiya va O'zbekiston davlatlari o'rtasidagi savdo aloqalari juda yaxshi rivojlanmoqda. Mamlakatlarimiz o'rtasidagi munosabatlar ham juda mustahkam. Hozirgi paytda ishlarimiz yaxshi ketmoqda. Hech qanday muammo yo'q. Bu yerga taxminan 20 million AQSh dollari miqdorida investitsiya kiritdik. Kelgusida ham sarmoya kiritishda davom etamiz. 2026-yilga mo'ljallangan rejalarimiz ham tayyor. Bu soha doimiy ravishda kengayib boradi. Yangi uskunalar sotib olish, yangi ish yo'nalishlari ochish zarur. Bizga yaratilgan sharoitlar uchun minnatdorchilik bildirishni istardim. Chunki bu yerda o'zimizni xuddi uyimizdagidek his qilamiz. O'zbekistonda bu kompaniya faoliyati uchun yaratilgan imkoniyatlardan juda mamnunmiz. O'zbekiston prezidentiga chin dildan katta rahmat aytamiz. Turkiyalik ishbilarmonlar bilan hamkorlikda 5 million AQSh dollari hajmida sarmoya hisobiga yiliga 100 million dona bolalar va o'smirlar uchun tayyor trikotaj mahsulot ishlab chiqaruvchi mana bu korxona ham mamlakatimizdagi qulay investitsiya muhiti mahsuli. Bu yerda hozir 550 nafar aholi, asosan ishsiz ayollar bandligi ta'minlangan. Oldinlari dalaga mavsumiy dalada ishlardim. Qizim Arnosada ishlardi, tikuv sexda. U yer bizga uzoqlik qilardi. Maktabni bitirgandan keyin o'sha yerga ishga kirdi. Keyin qizimni uzoqlik qilgandan keyin bu yerda sex ochilgandan keyin qizimni ham bu yoqqa olib keldimda, oilaviy ikkalamiz ishlamoqdamiz. Hozirgi kunda seximiz juda yaxshi, issiq, mashinalar vaqtida boradi, keladi. Har kuni ishimiz yaxshi. Tozagina, ozodagina ishlayapmiz. Hozirgi kunda qizim ikkalamiz 5 million, 6 million oylik olamiz bir oyda. Yaxshi ishlamoqdamiz. Ayollarga men shunday sharoitda ishlash juda yoqadi bizga. Dalalarda ishlardim. Baribir issiq, anuqlardi, qiynalardi. Prezidentimizga rahmat. Mana shunday chet elliklarda katta korxonalar ochishiga ruxsat berib, bemalol hamma ish bilan ta'minlanyapti, sarmoya kirityapti. Prezidentimizga katta rahmat. Mana shunday ish joylar ko'proq ochilishini xohlardim. Ushbu korxona bugungi kunda bizga tuman bo'yicha 200 ta ish o'rinlarini vakansiyalarni bergan bo'lib, kecha va bugun yarmarkalar o'tkazib, kecha kunda 40 ta ishsiz fuqarolarni, bugun 18 nafarga yaqin ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlab, tikuvchilik, trikotaj mahsulotlarini ishlab chiqarishga band qilishga erishildi. 2016 yılından beri Özbekistan'da çalışıyorum. Bu fabrikamız Brüzze grubunun bir kolu. Bizim Özbekistan'ın 2016-yildan beri O'zbekistonda ishlayman. Bu korxona biz tashkil etgan fabrikaning bir qismi. Asosiy ishlab chiqarish korxonalarimiz Zangiota tumanida joylashgan. U yerda to'qish, bo'yash, tikuv sexlari mavjud. Biz bu yerda 1200 ta ish o'rni yaratmoqchimiz. Hozirda 500 kishini ish bilan ta'minladik. Ishlab chiqarishimiz bir kunda 20 ming dona bo'lsa, buni 40-50 ming donaga yetkazishni maqsad qilganmiz. Bundan tashqari hozir Rossiya bozorlariga chiqayotgan bo'lsak, kelajakda Yevropa bozorlariga ham chiqish niyatimiz, rejalarimiz bor. Ishchi xodimlar uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Transport xizmati, oshxona bor, oyliklar vaqtida berilyapti. Biz ishimizdan mamnunmiz, chunki bu yerda bizga juda katta yordam berishyapti. Bizim hedefimiz bunu 40 bin 50 binlere çıkartmak bir günde. Biz Rusya pazarına çalışıyoruz şu anda. Ama bizim hedefimiz içerisinde Avrupa pazarı var. Yaratilgan ana shunday ishonchli investitsiya muhiti sabab Do'stlik tumanida birgina sanoat sohasida mahsulot ishlab chiqarish hajmi 2017-yilda 271,6 milliard so'mni tashkil etgan bo'lsa,
2025-yil e'tibor bering 1 trillion 301 milliard so'mga yetdi. O'sish sur'ati qariyb 4 baravar ziyod. O'tgan yilning o'zida hududda loyiha qiymati 140.1 milliard so'mlik 47 ta loyiha ishga tushirilib, jami 53.2 million AQSh dollari miqdorida xorijiy investitsiya o'zlashtirilishiga erishildi va 881 ta yangi ish o'rni yaratildi. Xorijiy investitsiyalarni o'zlashtirish bo'yicha 2026-yil uchun maqsadlarimizni juda ham katta oldik. Prezidentimiz tashriflari davomida bizga reja berib ketdilar. 180 million dollar, qariyb 4 barobar rejamiz oshdi. Bunga asoslarimiz yetarli. So'nggi 5 yilda tumanimizda 12 ta mahallada aholi va tadbirkorlarni qiynab kelayotgan ichimlik suvi, gaz, elektr tarmoqlari, ichki yo'llarimiz, magistr yo'llarimiz to'liq ta'mirlandi va barcha shart-sharoitlar yaratildi. Bugungi kunda sanoat, xizmat ko'rsatish, qishloq xo'jaligi, yashil energetika sohalarida Xitoy, Koreya, Turkiya va Rossiya davlatlaridan kelgan investorlar bilan faol ishlamoqdamiz. Ular bilan aniq kelishuvlarimiz mavjud. Prezidentimiz tashriflari davomida va'da berganimizdek, eng katta maqsadimiz 2026-yilda yangi ish o'rinlarini yaratib, tumanimizni ishsizlik va kambag'allikdan xoli hududga aylantiramiz. Markazdan tortib eng chekka hududlarda ham jadal kechayotgan islohotlar, ishga tushirilayotgan ishlab chiqarish quvvatlari yurtimizning qulay va jozibador investitsiya muhiti mahsuli sifatida aholi farovonligi va taraqqiyot istiqboli uchun xizmat qilmoqda. O'tgan 2025-yilda Jizzax viloyati iqtisodiyotiga jalb qilingan xorijiy investitsiyalar hajmi 1.4 milliard dollardan oshdi. Jami investitsiyalarning yalpi ichki mahsulotdagi ulushi 32.8% ni tashkil etdi. Bu ko'rsatkichlar o'tgan yilning shu davriga nisbatan hudud iqtisodiyotining 1.8% ga oshganligi bilan yanada yaqqolroq ko'zga tashlanadi. Birgina uy-joylar qurilishi bo'yicha oladigan bo'lsak, 2025-yil yakuni bilan 5700 xonadonli 134 ta yangi ko'p qavatli uylar foydalanishga topshirilib, viloyatdagi 28500 nafardan oshiq aholi sifatli uy-joy bilan ta'minlangani muhim ahamiyatga ega. Aynan uy-joylar qurilishi borasida yangicha ko'rinishda ish olib borayotgan O'zbekiston-Xitoy qo'shma korxonasi Zomin texnoparki imtiyozlari asosida ish boshlab, bugungi kunda Lego uylar qurish, qolipli qurilmalar asosida mustahkam energiya tejamkor uylarni qurib berish bo'yicha rejali ishlarni amalga oshirishmoqda. 3 xil o'lchamda mana bunday ko'rinishdagi qurilmalar eshik va deraza romlari qulay o'rnatilgan shakllarda tez va sifatli qurilib, joyiga o'rnatib berish xizmati bilan ham mijozlarga qulaylik yaratilmoqda. 21, 26 va 32 metr kvadrat o'lchamdagi Legoli uylar deyilar ekan. Aynan mana shu o'lchamdagi qoliplar asosida qurilyapti. Bunday uylar bugungi kunda umuman viloyatdagi qurilish sohasidagi yangilik sifatida e'tirof etilyapti. Lego uylarimiz O'zbekistonda yangi. Bularda asosida armatura, ya'ni 500 markali armaturamiz va 400 markali beton ishlari bilan shug'ullanib qilinadi. Bu qolipimizda 3 xil qolipimiz bor. Bu qoliplarimiz 3 ga 6 ya'ni bir-biriga simmetrik hisob-kitoblarga asosan qilingan. Va bu narsa hozirgi kunda Xitoy davlatida va boshqa davlatlarda ham keng targ'ib qilinyapti. Ayni paytda mana shu tayyor qurilma uylarni yetkazib berish, qurib berish, montaj ishlari qanday bo'lyapti? Hozirgi kunda yetkazib berish, qurish ishlariga biz o'zimiz xitoylik mutaxassis va o'zbek texnologlarimiz bilan birgalikda olib borib, o'zimiz o'rnatib, o'zimiz moslashtirib beramiz. Sababi bizda hozirgi kunda bu soha yangi bo'lgani uchun aynan texnolog, mexanik va boshqa mutaxassislarimiz asosan xitoyliklar va o'zbeklar birgalikda. Bu mijozlarimizni xursand qiladi. Nimagaki, biz tayyor Legoli uyni olib borib, o'sha fundamentga o'rnatib, toki o'sha yashash jarayonigacha ham remont qilib bera olamiz. Hozirda korxonada 15 ta doimiy va 25 ta mavsumiy ishchilar band qilingan. Qiymati 35 million dollar bo'lgan texnologik uskunalar Xitoydan keltirilib faoliyati yo'lga qo'yilgan. Avtomatlashtirilgan beton tayyorlash uskunasi, qoliplash va shakl berish uskunalari, bug' bilan quritish kamerasi mahsulot sifati va mustahkamligini kafolatlaydi. Bu borada tadbirkorlarga yaratib berilayotgan imtiyozlar va yengilliklar korxonaning tobora rivojiga hissa qo'shmoqda. O'tgan qisqa davrda investor tomonidan rejalashtirilgan jami 33 ming kvadrat metr bino inshootlarida yangicha qurilish ishlari 100% ga sifatli amalga oshirildi. Tashqi infratuzilma obyektlarini qurish ishlari 100% ga bajarildi. Qo'shni Sirdaryo viloyatiga ham 1000 metr kvadrat o'lchamdagi tayyor mana shunday qurilmalar yetkazib joyiga o'rnatib berildi. Hozirda yangi konstruksiya asosida qiymati 5 million dollar bo'lgan bino inshootlari qurilib, jami 40 million dollarlik to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar o'zlashtirilishi belgilanmoqda.
Biz O'zbekistonda ish boshlaganimizga hali uncha ko'p vaqt bo'lmadi. Biroq mahsulotlarimizga bo'lgan talab biz kutgandan ham yuqori bo'layapti. Bizning qurilmamizdan turistik maskanlarga, dam olish uylari qurishda, aholi uchun ko'p qavatli uylar, korxona va tashkilotlar uchun ofislar qurishda ko'proq foydalanishmoqda. Qurilmamiz sifati 500 markali sement va kimyoviy qorishmalar bilan yanada mustahkam bo'ladi. Buyurtmalarga qarab faoliyatimizni yanada kengaytirib boraveramiz. Bu borada bizga barcha sharoitlarni yaratib bergan, qator imtiyozlar bilan qo'llab-quvvatlab turgan O'zbekiston prezidentiga katta minnatdorchiligimizni bildiramiz. Hozirda korxonamizda 50 ga yaqin o'zbek yoshlari mehnat qilyapti. Ularning ham harakatlaridan mamnunmiz albatta. Bu mehnat jamoamiz bilan oldindagi ko'plab maqsadlarga birgalikda erishishimizga ishonchimiz bor. Ayni paytda mazkur qo'shma korxonada yiliga 200 milliard so'mlik 25 ming kvadrat metr tayyor yashash xonalari ishlab chiqarish quvvati yaratilgan. Natijada viloyat byudjetiga 5 milliard so'mdan oshiq yillik tushum tushirilishi ta'minlanadi. Bu Jizzax viloyatining 2026-yildagi 4400 xonadonli 123 ta ko'p qavatli uy-joylar qurish rejasini yanada yengillashtirishga hissa qo'shadi degani. Pirovardida 2026-yil yakuni bilan vohadagi 17500 nafar aholi yangi zamonaviy sifatli uy-joylar bilan ta'minlanadi. Qayd etish kerak, keyingi 8 yilda Jizzax viloyatiga qariyb 7 milliard dollar xorij sarmoyasi kirib kelgan. Uning 45% sanoat sohasida ishlab chiqarishni tashkil etishga yo'naltirilgan. 2025-yilning o'zida 1.4 milliard AQSh dollari qiymatida xorij investitsiyasi va kreditlar o'zlashtirilgan bo'lib, bu 2024-yilga nisbatan 1.4 barobar o'sish ta'minlanganini ko'rsatadi. Jumladan Jizzax shahri, Sharof Rashidov, Forish, Zarbdor va Yangiobod tumanlari qatorida Jizzax viloyatining eng chekka hududlaridan biri Arnasoy tumaniga ham 100 million dollardan ko'p xorij sarmoyasi kirib keldi. Aniqrog'i Arnasoy tumanida davlatimiz rahbari tashabbusi bilan berilgan alohida soliq imtiyozlari yerlarni ijaraga berishdagi soddalashgan tartib tamoyillar evaziga 135,2 million dollar xorij sarmoyasi o'zlashtirildi. Bu 2024-yilga nisbatan 4 barobar o'sishga erishilganini ko'rsatadi. Xorijiy investitsiya hisobiga barpo etilgan sanoat quvvatlaridan biri mahsulotlarni qadoqlash vositalari ishlab chiqaruvchi mazkur quvvat xitoylik ishbilarmonlarning 15 million AQSh dollari qiymatidagi sarmoyasi hisobiga barpo etilgan bo'lib, 40 ta ish o'rni yaratilgan. 我们现在在这里投资了1500万美金，未来我们还会追加 投资，因为现在乌兹别克斯坦对我们 Biz hozirgacha mazkur korxonaga 15 million dollar sarmoya kiritdik va buni davom ettiramiz. Chunki O'zbekiston xorijiy investorlarga nisbatan juda qulay siyosat yuritadi. Sarmoyamiz ish o'rinlari yaratish, umuman mamlakatingiz taraqqiyotiga hissa bo'lib qo'shilishidan mamnunmiz va minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz o'z imkoniyatlarimiz doirasida hissa qo'shayapmiz. Kelajakda biz zavodda aholi turmush ehtiyojlari uchun plastik qadoqlash paketlari, masalan, guruch, un, o'g'it va kimyoviy moddalar uchun qoplar yetkazib berishni ham ko'paytirmoqchimiz. 化工袋这些东西也是我们未来主要发展的方向。 Hozirda qurilish materiallari uchun qoplar ishlab chiqarayotgan mazkur korxona kelgusi yilda qo'shimcha 10 million AQSh dollari miqdorida investitsiya hisobidan faoliyatini kengaytirish niyatida. Bu 2025-yilda mahsulot ishlab chiqarish bo'yicha erishilgan 65 milliard so'mlik daraja yana ko'tarilishini bildiradi. Ishlab chiqarishda qo'shimcha qiymat zanjirining yaratilishi esa yangi ish o'rni deganidir. Eng muhimi, ishlab chiqarishning kengayishi eksport salohiyatini ham oshirib, import o'rnini bosuvchi mahsulotlar assortimentini kengaytiradi. Tumandagi yana bir sanoat quvvatida ana shunday dunyo miqyosidagi xaridorgir mahsulotlar mashhur brend ostida ishlab chiqarilmoqda. Bugungi kunda korxonamizda 250 dan ziyod ishchilar mavjud. Hozirgi kunda 120 dan ziyod mahsulotlar ishlab chiqarish imkoniyatimiz bor. Hozirda asosiy olib kelinadigan mahsulotlar bu O'zbekistonda ishlab chiqariladigan korxonalardan, ya'ni material xomashyolar olib kelinib, bizda tayyor kiyim holatiga o'tkaziladi. Bu yerda misol keltirishimiz mumkin, bu futbolkalar bo'ladi, eko sumkalar bo'ladi, choyshaplar, yastık va boshqa hokazo narsalarni ishlab chiqarish imkoniyatiga ega biz. Hozirgi kunda eng Turkiyadan talabi yuqori bo'lgan mahsulotlardan biri sochiqlardan biz уже obrazlarni chiqarib, hozirda sotuvga tayyorgarlik holatida yetkazib qo'ydik. Keyingi etaplarda bizda jinsiy materiallardan tayyor kiyim-kechak ishlab chiqarishni rejalashtirganmiz. Asosan Sheruba kompaniyasining uskunalari o'rnatilgan
Shuruba, Euromak korxonalarining uskunalariga keltirilgan, o'rnatilgan. Hozir bu uskunalar dunyoda zamonaviy, energiya tejamkor, eng sifatli chiqaruvchi uskunalardan biri hisoblanadi. Arnasoy tumanimizda ham Kasb-hunar kolleji mavjud. Biz u bilan birgalikda hamkorlik shartnomalarini tuzganmiz. Hozir ulardan bir qator o'quvchilarni dual ta'lim asosida o'zimizga ishga jalb qilib turib, ularga ham bilim, ham amaliy mahsulotlarni o'tash bo'yicha, ko'nikmalarni berish bo'yicha ishlarni tashkillashtirganmiz. Qayd etish kerak, sanoat ishlab chiqarishga yo'naltirilayotgan investitsiya Arnasoy tumanining eksport salohiyatini mustahkamlayotgani bor gap. Raqamlar ko'makka keladi. 2025-yil uchun sanoat va meva-sabzavot mahsulotlarining 8.3 million AQSh dollari hajmidagi eksporti belgilangan bo'lsa, sohaga davlat e'tibori va yengilliklar tufayli o'tgan yil davomida 14.8 million AQSh dollarlik eksport amalga oshirildi. Bu 2024-yilga nisbatan 2.3 baravarga ko'p. 2026-yilda biz 224 million dollar miqdorda xorijiy investitsiya jalb qilishni oldimizga maqsad qilganmiz, ya'ni rejalashtirganmiz. Bular asosan tekstil sohasida, ya'ni paxtani qayta ishlash, toladan ip-kala ishlab chiqarish yo'nalishida, keyin hozirgi kunda qishloq xo'jaligida mana suv tejaruv texnologiya joriy qilishga juda ko'p e'tibor berilmoqda. O'sha tomchilatib sug'orish texnologiyalarini ishlab chiqarish va o'rnatish bo'yicha, bu bo'yicha ham xorijiy, ya'ni Xitoydan jalb qilingan investitsiyalarimiz mavjud. Arnasoy tumani asosan qishloq xo'jaligi bo'lgani uchun foydalanishdan chiqib ketgan qariyb 4000 gektar yer maydonini xorijiy investorlarga auksion orqali ijaraga berish bilan Xitoyda investor tomonidan qurilish materiallari, ya'ni kraska, bo'yoq mahsulotlari ishlab chiqarishda ham yo'lga qo'yilgan. Hozirgi kunda ular auksiondan olgan bo'sh binoni olib, qurilish ishlarini boshlab yuborishgan ular. Bu yil oldimizga mana shu xorijiy korxonalar jalb qilish orqali 20 million dollar meva sabzavot va sanoat mahsulotlarini eksport qilishni oldimizga reja qilganmiz. Hozirda Arnasoy tumanida ziravorlar, sabzavot ekinlarini yetishtirish va qayta ishlash, urug'lik chigit tayyorlash, manzarali gullar yetishtirish kabi loyihalar, eng muhimi hudud imkoniyatidan kelib chiqib, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va sanoat mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish ustida xorijiy sarmoyadorlar bilan hamkorlik ishlari izchil davom ettirilmoqda.